9 yil ichida Madridni tark etgan 14 afsona. Ha, to'g'ri eshitdingiz. 14 afsona Realni 9 yil ichida tark qilishdi. Oyada yirtqich Pepe, Madrid qiroli Cristiano Ronaldo, Realning afsonasi va sardori Ramos va yengilmas sherigi Varan, tayanchda Bermud uchburchagining muhim figurasi Casemiro, chap qanotdagi himoya sehrgari Marcelo, hujumdagi fantastik uchlikning ajoyib vakili Gareth Bale va jamoa tarkibidagi eng didli futbolchi Isco. Klub futbolchilari orasida so'nggi oltin to'p sohibi, hujumdagi BBC triosining asosiy vakillaridan biri va aynan shu trioning so'nggi vakili Karim Benzema. Doim o't o'chiruvchi, himoya universali Nacho va jamoaning yuragi, mexanizmining asosiy qismi motori Toni Kroos. Bermud uchburchagidagi maestro va san'atkor Luka Modric hamda universallik va sadoqatning ajoyib timsoli Lukas Vazquez. Qadrli do'stlar, men sizlarga hozir Realni tarkibini emas, Realni tark etganlarni tanishtirdim. Dahshat-a, bunday darajadagi futbolchilarni ketkazish va jamoani mavqeini yana o'sha darajaga olib chiqish